Bu avtomobil tirikchilikda yurgan bratlar uchun va semeyni ham ishlatsa bo'ladi. Mercedes-Benz Citan 2017-yil 200 ming kilometr yurgan. Dizelli dvigatel, расход atiga 6 litrgacha. O'zi bu yuk tashash uchun ishlatiladi bu avtomobil. Lekin mana ko'rishingiz mumkin, orqa tomon yuk tashash uchun Damas o'rniga, lab o'rniga va egasi oldingisi отдельно bitta ish qilgan. Mana shu ishi zavodskoy. Bunaqa ochasizlar, bu yerda zavodskoy sidenье topib o'rnatgan. Endi komplektatsiya va saloniga o'tamiz. Bu yerda esa полный elektropaket, rul almashgan, torpedkalari, sidenьlari zavodskoy turibdi. Mana полный salon ko'rinishi shunaqa bo'ladi. Rulga o'tirganingizda mana slidovik shunaqa ochiladi. Hozir farani yoqdim. Podsvetkani ham ko'rishingiz mumkin. Bu qo'yilgan narsa. Ошибки yo'q, tabloda unga ham ahamiyat beringlar. O'rtadagi konsolda mexanический ручник, mexanika коробка, rejim Eco, a также ESP sistema, plus Pioneer magnitol o'rnatilgan, a также konditsioner как положено ishlayapti. Mercedes-Benz Citan 2017-yil 200 ming kilometr yurgan. Dizel dvigatel, dizel ishlashi juda ham idealniy. Konditsioner hamma navorotlar bor kerakli, a также yuk tashasanglar ham bo'ladi va 5 kishi ham sig'adi. Narxiga keladigan bo'lsa, narxi 12.900 ga berib boramiz.